Iqtibos podkast 16-soniga ham yetib keldik. Anchadan beri chiqmayotgandi sonlar. Biz qaytdik. Bugun birdaniga 3 ta iqtibos, bitta muallifdan gaplashamiz. Keyin boshqa mualliflardan yana 4 ta iqtibos gaplashamiz. Markus Aurelius bizni sevimli iqtiboschimiz. Unaqa kasb bormi o'zi iqtiboschi? Hop, iqtibos so'rsimiz. Birinchisi, qiladigan ishingni qil, ya'ni qilishing kerak bo'lgan ishni qil, qolganiga qo'yib ber. Juda qisqa iqtibos, lekin sharhlasak bu yana ham ochiladi. Hozirgi kunda, ayniqsa hozirgi kunda bizni xavotirga soladigan narsalar juda ham ko'p. Siqiltiradigan, xafa qiladigan narsalar, ya'ni urushlar bor, bizni do'stlarimizni qiynashlar yoki borini kamsitishlar, qo'shni davlatlarda bo'layotgan voqealar, bizni o'sha do'stlarimiz bilan bo'layotgan voqealar, o'zi umuman dunyoda qiynalayotganlar va biz hammasini ko'rib turibmiz. TikTokda, Reelsda, YouTube'da hammasini har kun ko'rib turibmiz. Bizga doim kelib turadi. Har doim bizni stressga soladigan voqealar bor. Hattoki O'zbekistonning ichida, O'zbekistondan chiqmayman, men faqat shunga bor narsamni shunga qarataman desam, O'zbekistonning ichida qancha ma'lumotlar chiqadi. Kimdir o'ldirib qo'ygan, kimdir moshina urib ketgan, qayerdadir nimadir zaharlangan. Bizni doim stressga soladigan narsalar bor va muammolarni media doim yoritadi, chunki muammolar o'qiladi. Hech kim hayot yaxshi, hammasi o'sib boryapti, tinch. Bugun 100 mingta odam o'lmadi, 10 mingta avariya sodir bo'lmadi, 300 tacha samolyot kelib ketdi, lekin hech qaysi bir avariya bo'lmadi demaydi. Avariya bittasi bo'lsa, o'sha narsa aytiladi. Biz shunaqa vaziyatlarda nima qilish kerakligi haqida o'ylab qolamiz. Nima qilsam bo'ladi? Shuncha muammo, shuncha g'am. Aurelius aytayaptiki, hey, deyapti. Qilishing kerak bo'lgan ishni qil. Rus tilida yaxshi so'z bor, обязательство degan. O'zbek tilida majburiyatlar bo'ladi. Biz nima ishlarga majburlikni olganmiz? Shuni zo'r qilib qo'yishimiz kerak. Ota-onamiz bor, farzandmiz. Farzand bo'lsak, demak farzandlik majburiyatlarimiz bor. Qayerdadir yordam berish, qayerdadir eshitish, qayerdadir ularga darddosh bo'lish, qayerdadir shunchaki gaplashib o'tirish biz majburiyatimizni bajargan bo'lamiz. Turmush o'rtog'imiz, erimiz yoki xotinimiz majburiyatimiz bor. Nima bu? Qo'llab-quvvatlash, gaplashish, sirlarni bo'lishish, sirlarni saqlash, oila, farzand katta qilishda yordam berish. Ishlaymiz, xodimmiz, majburiyatlarimiz bor. Ya'ni berilgan vazifalarni tez-tez tasklarni tez-tez yopib tashlash, o'zimizdan keyinga o'tkazib yuborish, o'zimizni ustimizda ishlash. Vatandoshmiz, ya'ni O'zbekistonda yashaymiz, fuqaromiz, vazifalarimiz bor. Yosh bo'lsak armiyada xizmat qilish, yoshimiz katta ishlab o'qiyotgan bo'lsak, o'qish, yaxshilab ilm o'zlashtirish, ishlayotgan bo'lsak soliqlar to'lash, qonunga amal qilish. Majbur bo'lgan narsalarni ro'yxatini qilib chiqsak, qilishimiz kerak bo'lgan ishlar chiqib keladi. Boshliq bo'ladigan bo'lsak, jamoani o'stirish, ularga nimadirlar o'rgatish, feedback berish, sharoitlar yaratish. Talaba bo'ladigan bo'lsak, o'zimizning majburiyatlarimiz bor. Qanchadir kitob o'qish, qaysidir mavzularni, kurslarni oylarda, semestrlarda tugatish. Endi savol, majburiyatlarimizni nechtasini, nechi foizini qilyapmiz? Men o'zim hamma majburiyatlarimni hamma yo'nalishlarda qila olmayman. Yordamchilarimiz bor, bizni jamoamiz bor. Bir ko'p narsa nima deydi, qilishga imkoniyatimiz bor. Yordam so'rasak bo'ladi, iltimos qilsak bo'ladi, yordam beradiganlar bor. Lekin shunda ham ulgurmaymiz. Majburiyat bor, 100% 100 ta ish bor. Shuni 50, 60, 70 gacha bajarsak, xursand bo'lamiz. Maktabimiz bor, maktabda o'quvchilarda majburiyat olganmiz, ularni o'qitish, ilm berish, o'zgartirish, ota-onasiga o'sha xohlagandek farzand bo'lish. Lekin harakat qilamiz, 100 ta bo'lsa 100 tasini qila olmaymiz. Qaysidirlari qolib ketadi, lekin maqsadimiz ko'proq qilish albatta. Endi o'ylayvering, qolgan insonlarni, ya'ni yordamchilari yo'q, jamoasi yo'q bo'lgan, yolg'iz bo'lgan insonlarni aytishingiz mumkin, ularning majburiyati ham kam-ku deb. Ha, to'g'ri, lekin majburiyatni borini mana biz jamoa qismini olib tashlasak ham, ota-onamiz oldidagi, men o'zimni aytaman, ota-onam oldidagi, do'stlarim oldidagi, qarindoshlarim oldidagi majburiyatlarim ko'pini bajara olmayman. Shunchaki ulgurmayman. Demak, o'tirib o'ylasam, nimaki yaxshi bir natija kelgan bo'lsa bizga, nimaki yaxshi ish bo'lgan bo'lsa hayotimizda, majburiyatlarimizni bajarganimiz uchun kelgan. Hozir mana biz auditoriya yig'ib qo'ydik. Mana shu YouTube'da ham 10 mingdan oshdimi? 10 ming bo'lib qoldi auditoriya. 10 mingdan oshgan auditoriyani oldida ham majburiyatimiz bor. Bu insonlar bu yerga bir bizni kuldirsin,
bir qani maza qilaylik deb yig'ilmagan. Qani bir nimadir o'rganamizmi, ilm olamizmi, qanaqadir o'zgarish bo'ladimi hayotimizda, yangicha insight olamizmi, qanday tangani boshqa tarafini ko'ramizmi deb yig'ilishgan. Va bularni oldida majburiyatimiz bor. Mana shu majburiyatimiz o'laroq keyingi videoni olyapmiz. Endi shu inson o'zi bir o'ylab qarasaki, o'zi qilishi kerak bo'lgan ishlar zo'r, yetarli darajada ko'p-da. Mana shular haqida o'ylash kerak. Mana shu ishni qiling, nima bo'lsa bo'ldi. Siz o'zingizni majbur bo'lgan ishlaringizni qilishingiz qolgan ishlarni yordam bo'radi. O'tirib, qanaqa O'zbekistonni rivojlantirsam ekan? Baraka topkur, yaxshi o'qi, yaxshi ishla, yaxshi pul top, yaxshi tanishlar orttir, soliqlar to'la bo'ldi. Siz foyda keltiryapsiz. Ishonavering. Jang qilish shart emas borib armiyaga. Yoki borib turib aynan qanaqadir katta g'oyaga borish shart emas, yo'q. $10,000 topsangiz 12% soliq to'lasiz, 1200 yiliga $12,000 davlatga foyda keltirayotgan bo'lasiz. O'zingizni ustingizda ishlang, sizga ukalaringiz havas qilsin, ukalaringiz orqangizdan o'zgarsin, ukalaringizdan o'zgarishidan ko'rib, uni sinfdoshlari o'zgarsin, o'zingizga foyda keltirish orqali 40 ta odamni o'zgartirdingiz. Mutaxassis bo'ling, blog oching, mutaxassisligingizni bo'lishing, bilimlaringizni bo'lishing, 100 ta odam kuzatsin, 1000 ta odam kuzatsin, shuncha odamni o'zgartirishga hissa qo'shgan bo'lasiz. Demak, biz qilishimiz kerak bo'lgan ishlarni qilaylik. Hammasi o'z-o'zidan yaxshi bo'lib ketadi. Qolgan ishlarda biz o'ylashimiz bizni depressiyaga soladi. Stressga soladi, uzr, depressiya adashtirdim. Tasavvur qiling. Siz agar bitta mashinada ketayotgan bo'lsangiz, o'zingiz haydayotgan bo'lsangiz, tez haydasangiz ham stressga tushmaysiz. Yoki velida ketayotgan bo'lsangiz, tez haydasangiz ham stressga tushmaysiz. Motosiklda, skuter haydaganlar biladi. Lekin orqa sideniyada, mashinada haydovchining yonida ketayotgan bo'lsangiz, tez haydasa, sekinroq deysiz. Velida ketayotgan paytingizda ham orqada ketayotgan bo'lsangiz, sekinroq hayda, xavfli haydayapsan deysiz. Samokat, mototsiklda ham shunaqa. Tezlikda emas gap. O'zingiz tez haydasangiz mayli-da, boshqalar tez haydasa stressga tushasizmi? Yo'q, stress nima? Stress vaziyatdasiz, lekin vaziyat qo'lingizda emas. Ya'ni vaziyatni o'zgartirish uchun hech narsa qila olmaysiz. Tez ketayotgan velida siz katta tezlikda ketayotgan bo'lsangiz ham siqilmaysiz. Chunki sizni qo'lingizda. Shuni tormozni bosasiz, to'xtaydi. Orqada ketayotganingizda sizda emas tormoz. Stressga sabab vaziyat sizni qo'lingizda emasligi. Vaziyat sizni qo'lingizda emasligi. Demak, urushlar haqida, bo'layotgan voqealar haqida, sizda o'zgartirish kirita olmaydigan narsalar haqida, boshqa davlatlardagi bo'layotgan noxushliklar haqida, boshqa tumanlardagi bo'layotgan xabarlar haqida doimiy Telegram kanallarda, yangiliklarda o'qish sizni o'sha narsalarga bir qismi ekanligingizni bildirib turadi va lekin hech narsa o'zgartirish kirita olmaysiz. Stressga tushib borasiz. Va majburiyatingiz ham emas. Siz o'shalarni ishlarni qilish. Sizni o'zingizni bo'yingizdagi majburiyatlaringiz bor. Siz ularni birinchi bajarmaysizmi? Aurelius aytgandek, qilishimiz kerak bo'lgan ishlarni qilib qo'yaylik, qotirib tashlaylik o'zidan va bir narsani kuzating. Biz odatda mana jamoada va o'zi har qanaqangi kompaniyada o'zini ishini qilib turgan ishini zo'r qilayotganlarga biz ko'proq yangi ishlar berishni boshlaymiz. O'zini qilib turgan ishini ko'p yaxshi qilishni boshlasa. O'stiramiz uni. Bu o'zini ishini qilyapti, demak, yana yangi ish bilan nagruska qo'ramiz deydi. Demak, qoida nima ekan? Majburiyatlarini, o'zidagi bor majburiyatlarni yaxshi bajarayotgan odamlarga yangi majburiyatlar berishar ekan. Hayot ham berib qo'yadi o'zi yangi majburiyatlar, insonlar ham boshqalar ham beradi. Siz bir do'kondan kirib yaxshi non olardingiz, nonni juda ham mazali edi. Yoqib qoldi, keyin do'ka, sutni ham shu yerdan oling, nonni ham shu yerdan oling, ichimlikni ham shu yerdan oling, pecheniyni ham shu yerdan oling deb sekin-sekin qo'shib olishni boshlaysiz. Chunki birinchilari yaxshi bo'ladi. Birinchi nonini yaxshi qiladi. Siz bitta odamdan faqatgina bitta yo'nalishda maslahat so'rashni boshlaysiz. Keyin maslahatlar yaxshi chiqsa, boshqa yo'nalishlarda ham maslahat olishni boshlaysiz. Apple narsasini, telefonini ishlatib ko'rasiz, soatini ishlatib ko'rasiz, yoqishni boshlaydi, keyin naushnikini olasiz, keyin kompyuterini olasiz. Ya'ni birinchi yuklatilgan majburiyatlar bajarilgandan keyin keyingi majburiyatlarga o'tiladi. Shuning uchun ham o'zimizni bo'ynimizdagi bor majburiyatlarni bajarib qo'yaylik. Lekin mana hali mendagi majburiyatlarni ko'pini bilaman, ko'pini bajara olmayman, ulgurmayman. Shu holatda men qanaqa qilib yana ko'proq ma'lumot, ko'proq narsa bilishga harakat qilaman. Bori haqidagi, bo'yimdagi narsalarni